Biz 10 yillarda katta bo'lib turgan axatsina panterkali o'rgatkalarimiz. Panterkalarimiz juda ham tez katta bo'lishadi, alhamdulillah. Qaranglar. 3-4 kun oldin mana idishga olib qo'ygandim. Уже kech har kuni ovqatini yangina ham bo'ladi. Bir kunda juda atakasini chiqarib tashlashibdi. Demaydidan bularni yana jiddiy kattaroq idishga olish kerak dedim. Shunaqangi normal idishga olib qo'ydim. Endi bunda bir oycha boqaman. Keyin o'sha katta konteynerga olaman. Ko'ramiz qani, agar bir oygacha yana ham katta bo'lib ketsa, sig'may qolsa bunga keyin yana o'zgartiramiz idishini. Va qopqog'ini teshmadim, qaranglar. Qopqog'ini teshmagan yaxshi. Konteynerlarning sababi o'litkalar qopqog'ini ustiga chiqib olganda teshik bo'lsa, havo kirib quritib yuboradi va o'litkalari pastga tushib ketadi. Shuning uchun qopqog'i teshilmaydi o'litka bog'ib turgan konteynerda. Keyin qaranglar. Men shuni ayta olaman, eng zo'r o'litkalar ichida ishtahasi eng zo'ri axatsina panterka. Men uchun, boshqalar uchun ham shunaqa, chunki mana ko'pchilik aytadi, panterkalar ishtahasi zo'r deyshadi. Mana sizlarga olib ko'rsatdik. Buni qaranglar, o'sha 1 santimetr bo'lishgan. Alhamdulillah juda ham yaxshi katta bo'lishyapti. Va boshqacha mehr bilan katta qilyapman bularni, chunki har safar oldinlari katta qilmay qo'ygandim, to'g'risini aytaman, 2-3 oydan ba'zi, chunki o'lib qolaverardim-da valachilari. Alhamdulillah endi mana xatolarimni tuzatib, yaxshi katta qilganim uchun zo'r katta bo'lib berishyapti va o'zingiz o'litgan tuxumni ochtirib katta qilsangiz, oldin ham katta qilganman, lekin bu darajada mehrim bo'lmaganda yurim siqilib qolardi mana, chunki bular juda ham e'tibor ko'p talab qiladi. Qaranglar. Bir kunda bir ikki mahal e'tibor beraman bularga. Har kun ovqatini yangilab kalsiyan solishim kerak bo'ladi. Shuning uchun boshqacha bir mehr bo'lar ekan. O'zlaring ochtirib, o'zlaring yaxshi katta qilsalaring, mehrlaring yanada ham jo'shib ketar ekan. Maktabdasi tushib ketibdi. Agar sizlarda ham ovqat qolmasa, misol uchun hozir menda ovqat qolmagandida shunaqa yupqa qilib ashqovoni kesib qo'ydim. O'litkalar iloji boricha ashqovo bergan yaxshi. Chunki ashqov juda ham foydasi ko'p bularga. Aktiv ko'rib turganlarning hammalari mazza qilib yeb yotishibdi.